Sotsiologiya va ijtimoiy nazariya asoschisi Karl Marks 1818-yili tug'ilib, 1883-yilda vafot etgan nemis faylasufi, iqtisodchi, tarixchi va zamonaviy sotsiologiyaning asoschilaridan biri. U jamiyatning iqtisodiy tuzilishi, sinfiy kurash, kapitalizm va tarixiy taraqqiyot qonunlari haqida chuqur nazariyalar yaratgan. Karl Marks asosiy g'oyalari tarixiy materializm. Marksning eng asosiy nazariyasi unga ko'ra jamiyatning rivojlanishi iqtisodiy omillarga, ya'ni ishlab chiqarish munosabatlariga bog'liq. Moddiy hayot siyosiy va madaniy hayotni belgilaydi. Har bir jamiyat bosqichma-bosqich rivojlanadi. Quldorlik, feodalizm, kapitalizm, sotsializm, kommunizm. Sinfiy kurash nazariyasi jamiyatning har bir tarixiy bosqichidan ikki asosiy sinf bo'ladi. Hukmron sinfi boylar, ishlab chiqarish vositalariga ega. Ezilgan sinf mehnatkashlar. Kapitalizmda bu burjuaziya, zavod, fabrika egalari, proletariat, ishchilar. Sinfiy kurash jamiyat taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi. Ortib qolgan qiymat, profit nazariyasi. Ishchilar o'z mehnati evaziga yaratgan qiymatning hammasini emas, balki faqat bir qismini oladi. Qolgan qismi kapitalizmning foydasi bo'lib qoladi. Bu ekspluatatsiyasi deb tushuntiriladi. Marksning jamiyat haqidagi qarashlari jamiyatning asosini iqtisodiy tuzilma, baza tashkil qiladi. Siyosat, mafkura, din, madaniyat ustkurtma bo'lib, baza ta'sirida shakllanadi. Barcha ijtimoiy munosabatlar iqtisodiy manfaatlar bilan bog'liq. Asosiy asarlari kommunistik manifest Friedrich Engels bilan birga Kapital, Das Kapital, iqtisodiy tizimning ilmiy tahlil qilgan. Nemis mafkurasi, Feyerabord haqida tezislar. Karl Marks sotsiologiyaga qo'shgan hissasi jamiyatning ilmiy tahlil qilishdan yangi metod olib kiradi. Sinfiy kurash, ijtimoiy tengsizlik va ekspluatatsiya masalalarini ilmiy asosda ko'rsatadi. Bugungi kunda sotsiologiya, siyosatshunoslik, iqtisodiy va tarixiy fanlarga Marksning g'oyalari asosiy nazariyalar sifatida o'qitiladi. Karl Marks ta'limotga tanqidiy yondashuv. Ba'zi omillar Marksning iqtisodiy omillarga haddan tashqari urg'u berdi va hisoblaydi. Uning kommunizm haqidagi bashoratlari ko'plab davlatlarda to'liq amalga oshmagan, biroq iqtisodiy tengsizlik, sinfiy farqlar bugungi kunda ham dolzarb. Demak, Marks nazariy hanuz kuchli. Qisqa qilib aytganda, Karl Marks ijtimoiy tengsizlikning birinchi bo'lib ilmiy tahlil qilgan, sinfiy kurash va tarixiy materializm nazariyalarini yaratgan buyuk sotsiolog. Uning fikrlari kapitalizmning mohiyatini ochib bergan va zamonaviy ijtimoiy fanlar ulkan hissa qo'shgan.